Bu so'z men bilan bir tan, bir jon. Azizlarim, meni ayirmang undan. Bu kuy yuragimning otash o'tidan. Har nafasga bir qilib marjon kabi tizib qo'yilgan. Baxtdan bir dard, sevgidan g'am, o'limlikdan bir sinoat izlab topsam ham, azizlarim, mendan aslo voz kecha ko'rmang. Mendan nodon, qabih, noshukurni qidirmang. Axir bu so'z menla bir tan, bir jonda bo'lib, 9 oy haroratim sezib, egiz tug'ilgan. Agar sinib bag'rim ming parcha, tomirimda ishq o'rniga alamlar oqsa, ko'zdan zardob, so'zdan zaharlar, azizlarim, yolvoraman, voz kechmang undan. Musiqa qalb tarbiyachisi, tafakkur uchun eng madaniy ozuqa. Ijodkorning qalbi va ma'naviy holati qanchalar sog'lom, hur va boy ekanligi ijod mahsullarida zohir bo'ladi. Shundanmi musiqaning ikki dunyosi bor. Uning zohiri yoqimli kuy va ijro bo'lsa, botini butun mahzidir. Har bir millat musiqasida o'z iftixoriga ega darg'alar yetishib chiqqan. Ta'bir joiz bo'lsa, ular bir chinorki, soyasidagi halovat shogirdlarga ham, elga ham tatiydi. Xususan, Maqsuda va Fayzulla Qo'shboqovlar Chekka, Sardoba, sobiq Sharaf Rashidov tumaniga kelib, musiqa va san'at rivojiga o'zlarining tinimsiz mehnati ila ulkan hissa qo'shdilar. 200 dan ortiq shogird tarbiyaladilar. Iskandarova Maqsuda Abdusattorovna 1967-yil 4-noyabr kuni Toshkent viloyati Chirchiq shahrida ziyoli oilada dunyoga keldi. Dastlabki ta'limni 1974-yil Toshkent viloyati Chirchiq shahridagi o'rta maktabda ola boshladi. Keyinchalik musiqaga bo'lgan kuchli qiziqishi va musiqiy qobiliyati tufayli 1977-yil Chirchiq shahar Hamza nomidagi 1-sonli bolalar musiqa va san'at maktabida dastlab fortepiano, keyinchalik esa dutor sinfida musiqiy ta'limni davom ettirdi. Musiqa maktabida o'qib yurgan kezlarida, xususan 1982-yil O'yna, kuyla, dildan quvna nomli yosh musiqachilar festivalida 1-o'rinni olgan. 1984-yil o'rta maktabni tamomlab, Toshkent davlat madaniyat instituti orkestr dirijorligi va dutor cholg'usi yo'nalishi bo'yicha o'qishga kirdi. 1987-1988-yillar talabalik paytlaridayoq o'zining kuchli musiqiy qobiliyati tufayli institut rahbariyatining taklifi bilan orkestr dirijorligi fanidan dars bera boshladi va 1988-yil oliygohni a'lo baholar bilan tamomladi. Undan so'ng Chirchiq madaniyat uyida o'qituvchi va badiiy rahbar lavozimida faoliyat olib bordi. 1989-yil ustoz Fayzulla Qo'shboqov bilan oila qurib, Madaniyat vazirligining yo'llanmasi bilan Sardoba, sobiq Ilich tumani bolalar musiqa va san'at maktabida ish faoliyatini olib bordilar. Maqsuda va Fayzulla Qo'shboqovlar o'zining tinimsiz mehnati bilan qishloq aholisida va yoshlarida san'atga mehr uyg'ota oldi. Maqsuda Qo'shboqova 1989-2008-yillar bolalar musiqa va san'at maktabi va maktabgacha ta'lim muassasalarida o'qituvchi, orkestr badiiy rahbari. 2008-2011-yillar
bolalar musiqa va san'at maktabi direktori sifatida faoliyat olib bordi. 2012-yilda hozirga qadar 9-son bolalar musiqa va san'at maktabida o'qituvchi bo'lib, yosh avlodga musiqa sirlarini o'rgatib kelmoqda. 9-son bolalar musiqa va san'at maktabi orkestri va ansambli jamoasi Maqsuda Qo'shboqova badiiy rahbarligi ostida ko'plab ko'rik-tanlovlarda ishtirok etdi. Xususan, 2010-yil Guliston shahrida bo'lib o'tgan ansambullar ko'rik-tanlovida 1-o'rin, 2018-yil orkestr va ansambullar ko'rik-tanlovida 2-o'rin, 2021-yil Guliston shahrida bo'lib o'tgan orkestr va ansambullar ko'rik-tanlovida 1-o'rinni oldilar va ko'plab festivallarda faol ishtirok etdilar. 2015-yil Maqsuda va Fayzulla Qo'shboqovlarning farzandi va shogirdi bo'lgan Rahmatulloy va Nargiza yosh ijrochilar tanlovida 2-o'rinni oldi. Bugungi kunda Rahmatulloy va Nargiza O'zbekiston davlat konservatoriyasida tahsil olmoqda. Men 1989-yil shu Sirdaryo viloyati Sardoba tuman, bu vaqtda Ilich tuman deb aytilardi. Chetga ko'chib kelganmiz turmush o'rtog'im bilan birga. Keyin bu maktabga 89-yil sentyabr oyida keldim. Maktabimiz hozir qurilish ahvolida emasdi. Eski zdaniyalari, pionerlar uyi bor. Pionerlar uyi bilan ikkalamizga bitta o'rtada zal bo'lardi, kichkinagina. Maktabimiz quvvatli, lekin o'sha vaqtda 150 taga mo'ljallangandi. Keyinchalik yana qayta rekonstruksiya bo'lgandan keyin yana 150 ta bo'ldi, lekin qo'shimcha zallar qo'shildi. Men kelgan yili maktabimizda 3 ta o'qituvchi bo'lardi. Fortepiano yo'nalishida bitta, xalq cholg'uda hamda direktor. Boshqa hech kim yo'qdi. Konkurslar bo'lardi. Konkurslarga borsak, boshqa maktablarda o'qituvchilar ko'p bo'lar, lekin bizda umuman kam. Boshida o'quvchilarni yig'ib olish uchun menga ham rosa qiyin bo'lgan. Bir o'zim chetdan kelganman, maktabdan qattiqligini bilmaganman. Keyin so'rab shu tumandagi 4 ta maktabga borib, agitatsiya ishlarini olib borganman. Dutorimni ko'tarib borib, dutor chalib berganman, rubob chalib berganman o'quvchilarga. Keyin sekin o'quvchilar kelishib boshladi. Ana o'sha yillari o'quvchilarim 12 ta, 15 ta, sekin 18 taga ham chiqdi. Bizda o'qituvchi kamlik bo'lgani uchun qo'shimcha boshqa darslar berilmaganida asosiy mutaxassislik bo'yicha shug'ullanardik. Oradan 2 yillar o'tgandan keyin o'quvchilar musiqa nimaligini tushunib, ota-onalar ham musiqa nimaligini tushunib, o'quvchilar yanada ko'paydi. Keyin konkurslarga bordik. Birinchi konkursga olib borgan o'quvchim Xolmatova Dilafroz edi. 77-yil qizidi. 89-yil o'qishga kelgan bo'lsa, 3-sinfligida keyin biz nimaga bordik? Bitta tuman bosqichi, endi belashadigan odam bo'lmagan, shuni nomzod qilib viloyatga olib borganman. Viloyatda ham o'sha paytlar dutorchi o'qituvchilar yo'q edi hisob. Faqat bizning tumanda bo'lardi. Keyin Shirinda bordi. Shu bilan o'sha o'quvchim birinchi o'rin olib respublikaga o'tdi. Respublika viloyati Jizzaxda san'at kollejida bo'ldi. Bu yerda ham u o'quvchimiz yaxshi o'rinlar egallaganligi uchun keyin boshqarmamiz boshlig'i Yo'ldosh aka Norbo'tayev degan, Alloh rahmat qilsin, hozir rahmatli bo'lib ketganlar. Shu kishi menga shu o'quvchimni chalishiga qarab birinchi kategoriyani berdi. Ana shuna qilib sekin keyin ish faoliyatim boshlandi. Keyin asta-sekin o'zimning o'quvchilarim Sherqulova Nigora, Niyazxo'jayeva Faridalar bor edi. Keyin ular bitirib keldi. Orqasidan o'quvchilar tinimsiz uzilmadi. Xalq cholg'udan ham, fortepianodan ham, ana o'sha payt fortepianodan o'qituvchi yo'q edi. O'qituvchimiz Toshkentga bo'lgani uchun ko'chib ketib qoldi. Keyin o'quvchilar qolib ketdi. Keyin menga aytdi, shu fortepiano bilasiz, unda fortepianoni ham olib borasiz. Ham xalq cholg'u, ham fortepianodan dars olib bordim. Bir vaqtda o'zida. Keyin fortepianodan ham o'quvchilarim kollejga kirishni boshladi. Keyin xalq cholg'udan ham o'quvchilarim kollejga kirib, hozirgi kunda anchagina o'quvchilar, lekin sanamaganman, lekin shu 80 tadan ortadi. Yiliga 2 ta 3 ta kiradi, kollejga 2 ta 3 tasi bitiradi. Hozir masalan men o'zim orzu qilgan konservatoriya, o'zim madaniyat institutini bitirganman. Konservatoriyaga kiraman deganimda meni qo'rqitishgan. Eplolmaysan,
konservatoriya juda ham qiyin edi deganda men haqiqatan qo'rqaman. Konservatoriya demak men joyim emas ekan deb keyin madaniyat institutining orkestr dirijorligiga borib o'qidim. Hozirgi kunda men xursandman, o'zimni o'quvchilarim mana shu konservatoriyani bitirib, konservatoriyada bitirib kelib bizga dars beryapti, nechtasi yana o'qiyapti, san'at kollejlarida o'qiyapti. O'sha bitirgan o'quvchilarim ko'pi o'zim bilan birga ishlab, qizlar asosan boshqa yoqqa turmushga chiqib, boshqa joylarda ishlashyapti. O'quvchilarim institutlarda, universitetlarda dars beryapti. Men bundan juda ham xursandman. Chunki ustozga nima kerak? Ustozga faqat shu o'quvchilari yo'lini topib ketsa, shu yo'nalishda o'qib, o'zini nonini topib, orqasidan yana shogird yetishtirsa, menimcha shu ustozni eng katta baxti bo'lsa kerak. Masalan, bayramlarda ham, harda ham shunda o'quvchilar ustoz bayramingiz bilan tabriklamasa, endi yana ham shunaqangi xursand bo'lib ketaman, demak men ustoz bo'lman. Demak meni orqamda o'quvchilarim bor, shogirdlarim bor deyman. Malaka oshirishga borganimizda ham orkestrda bo'ladi. O'shanda tanishib qilamiz. O'quvchilarim, konservatoriyada o'qiyotgan o'quvchilarim keladi. Juda ham xursand bo'laman. Keyin biz o'zimiz boyaga fortepiano yo'nalishini ham olib bordim. Keyin xalq cholg'u yo'nalishlarini ham olib bordim bir vaqt o'zida. Keyin menda fikr tug'ildi, bir ansambl qilsammikan, keyin ansambl boshladim. Keyin qarasam, ansambl o'quvchilar juda ham qiziqib ketdi. Keyin uni orkestrga aylantirdim. Hozirgi kunda mana orkestrimiz 11 yil o'zim ba'zi rahbar dirijor bo'lib ishladim. O'sha orkestrda hozir o'zim o'quvchim bitirib keldi. O'sha orkestr dirijorligi bo'yicha konservatoriyani bitirib keldi. Keyin darsni unga berdim. Hozirgi kunda men xursandman. Shu orkestrimiz bu yilgi orkestr va ansambllar ko'rik-tanlovida birinchi o'rinni oldi. O'tgan yili 2 marta ansambllar, orkestrlar ko'rik-tanlovida ansamblimiz faxrli o'rinni oldi. Birinchi yili orkestrim unda hali yo'qdi. Ansamblimiz 2008-yil orkestr va ansambllar ko'rik-tanlovida birinchi o'rin oldi. Birinchi o'rin olib, uni bir katta konserner bilan bizani taqdirlashdi. Mana o'sha konserner maktabga qo'yib qo'ydik. Mana hozir o'shani tagida mazza qilib o'quvchilar ham shuni ko'rganimda o'quvchilarim esimga tushadi. O'quvchilarimni chalganini ko'rib, pastdagi o'qituvchilar o'rnidan turib qarshi chalardi. O'quvchilar chiqayotganda o'quvchilarim quchoqlab yuzlaridan o'pdim. Men xursand bo'lganman shunda. Demak, mana shuncha ishlaganim, shuncha mehnatdan, shuncha samaram bekorga ketmadi. Men o'quvchilarimdan ming roziman. Uzoqda ko'rsam, biror narsa kerak bo'lsa, shunda aytsam, hech kim ishon qilmasam, lekin ustoz deb mana aytgan shu zahotimga keldi. 2017-yil Ozarbayjon davlatida, Ozarbayjon Respublikasi Baku shahrida 6-chi islom dinlari o'rtasidagi ko'rik-tanlov festival bo'lib o'tdi. Ana o'sha festivalda 2 ta o'quvchim bordim, Shahriddinova va Bonu u fortepiano yo'nalishi bo'yicha bordi, Jo'lbek Bekzod u o'zbek xalq cholg'u yo'nalishi bo'yicha bordi. Ana o'sha yerda biz xalqaro ko'rik-tanlovda qatnashdik. Ana shulardan xursandman. O'quvchilarimga nima tilayman? O'quvchilarim hamisha omadlarini bersin Allohim. Nima niyat qilgan bo'lsa, niyatlariga yetsin. Kamida menday o'qituvchi bo'lsin. Agar mendan ham o'tib zo'r o'qituvchi bo'lib ketsa, men xursand bo'laman. Chunki faxrlanib yuraman, bilamanki, ularga birinchi bo'lib notani men o'rgatganman. Fundamentda men turaman. Shuning uchun ulardan juda ham xursandman. Hamisha omadlarini bersin. Mastapani men 2012-yildan beri taniyman. Mana shu faoliyatda san'at, musiqa va san'at maktabida faoliyat yuritib borayotgan davrimdan beri hamkasb sifatida Mastapam bilan shu yillardan beri ishlab kelib faoliyatimizga boryapman. Bizni faoliyatimizda Mastapa ancha hurmatga sazovor. Men ustoz kabi u kishini e'zozlayman har doim. Chunki ustozimiz bo'lmaganligi uchun bemalol bu kishini men ustoz sifatida ham ko'raman. Har doim hurmat qilaman. Bitta nayinki meni o'zimning nomim emas, butun jamoa nomimdan ham bu kishining hurmati, o'qituvchi, pedagog sifatida hurmat e'zozlaymiz. Ona sifatida ham. Chunki bu yerda necha yillardan beri faoliyat olib kelyapti.
o'zining farzandidan ham ortiq ko'radigan hamkasbi ham shogirdlari o'zini yonida faoliyat olib boryapti. Bu kishining yutuqlari 2017-yil Baku shahriga borganda yaxshi taassurotlar bilan, yaxshi sovg'alar, o'rin bilan o'zi bilan olib kelgan Sardoba tumaniga. Sardoba tumani musiqa maktab desa, men Maqsapani bilaman har doim. Men boshqa emas, bitta Maqsapa bilan yelkama-yelka ishlaganimdan men juda xursandman. Shuning o'zi menga baxt. 2014-yil 9-son bolalar musiqa san'at maktabiga, rubob sinfiga ustoziga tahsil oldim va 2017-yil musiqa maktabini bitirib Guliston san'at kollejiga o'qishga kirdim va 2021-yil bitirib hozirda shu musiqa maktabida ustoz bilan birga dars berib kelmoqdaman. Ustozning bizga bergan ta'limi tufayli o'qishda ham, hozir ishda ham qiynalganim yo'q. Tushkunlikka tushib qolgan paytlarimizda ustozimiz bizga bergan ishonchi, motivatsiyasi, qo'llab-quvvatlashlari orqali mana shu ishda va san'at sohasida yanada yuksak darajalarga erishishga xizmatlari katta. Ustoz shaxsiy hayotda ham, ishda ham juda ham mehribon inson. Shu san'at sohasida o'zining ishiga juda ham fidoyi insonlar hisoblanadi. Juda ham men shu ustozga o'xshab san'atda, nafaqat san'atda, balki boshqa bir kasb bo'lishidan qat'iy nazar shu ustozga o'xshagan haqiqiy bir ishining ustasi, haqiqiy fidoyi insonlar bo'lishni orzu qilaman. Shu paytgacha nimaiki muvaffaqiyat, nimaiki yutuqlarga erishgan bo'lsak, ustoz orqali mehnatlari juda ham katta. Buning uchun ustozga minnatdorchilik bildiraman. Umrlari uzoq bo'lsin, ishlarida ham, shaxsiy hayotlarida ham har doim baxtli, saodatli bo'lib yurishini niyat qilaman. Fayzulla Qo'shboqov 1964-yil 6-aprelda Jizzax viloyati G'allaorol tumani Qo'ytosh shaharchasida ziyoli oilada dunyoga keldi. Boshlang'ich ta'limni 1971-yil Pushkin nomli o'rta maktabda ola boshladi. Musiqaga qiziqishi bolaligidan, xususan 1974-yil Qo'ytosh bolalar musiqa va san'at maktabiga borgan chog'laridan boshlandi. O'rta maktabni tamomlab 1981-yil Sirdaryo viloyati Oqoltin tumani bolalar musiqa va san'at maktabida Qashqar rubobidan dars bera boshladi. 1982-yil Toshkent davlat madaniyat institutiga orkestr dirijorligi bo'yicha o'qishga kirdi. 1983-1985-yillar harbiy xizmatni o'tab, 1988-yil institutni tamomladi. Yo'llanma asosida Sirdaryo viloyati Sardoba sobiq Ilich tumani bolalar musiqa va san'at maktabi o'qituvchisi bo'lib ish boshladi. Keyinchalik maktab direktori bo'ldi. 1997-yil Sirdaryo viloyati Sharaf Rashidov tumani madaniyat bo'limi mudiri bo'ldi va aholiga madaniyat va san'atni targ'ib qilib, tuman bayram tadbirlarini tashkil qildi. San'at rivoji yo'lida mehnatdan to'xtamadi. 2017-yildan hozirga qadar 9-sonli bolalar musiqa va san'at maktabida bolalarga musiqa sirlarini o'rgatib kelmoqda. 19-asrda yashab ijod qilgan buyuk rus yozuvchisi Lev Tolstoy musiqa dunyodagi eng yuqori san'at turidir. Musiqa hissiyotlar ssenariysidir degan. 1989-yillar Sirdaryo viloyatining eng chekka tumaniga yo'llanma asosida kelib, qishloq aholisiga
san'at va madaniyatni targ'ib qilib, yosh avlodga musiqadan dars berib kelayotgan ustozlarimiz Maqsuda va Fayzulla Qo'shboqovlar chin ma'noda san'at fidoyilaridir. Mening musiqa sohasiga qiziqishimda va bu sohaga kirib kelishimda ustozlarim Maqsuda va Fayzulla Qo'shboqovlar ham sababchi bo'lishgan. Maqsuda opam bolaligimda 10 yosh paytlarimda ilk marta qo'limga rubob tutqazib musiqa nimaligini o'rgatgan inson bo'ladilar. Bu paytlari bizga konservatoriya shirin bir orzu edi xolos. Va bu shirin orzuni amalga oshirishda ustozim Maqsuda opamning xizmatlari, hissalari katta. O'qish davrida ham Maqsuda opam va Fayzul akamlar barcha tomondan bizga yordam berdilar, qo'llab-quvvatladilar. Yaratganga ming bor shukrki, bugunga kelib oliygohni tamomlab ustozlarimiz Maqsuda opam va Fayzul akamlar bilan yelkama-yelka turib ishlash nasib qildi. 9-son bolalar musiqa va san'at maktabida bahol qudrat o'quvchilarga dars berib kelmoqdamiz. Ustozlarim Maqsuda opam va Fayzul akam ishda ham, shaxsiy hayotda ham juda ham mehribon inson. Jonkuyar ustoz, haqiqiy san'at fidoyisi. Ulardan hali o'rganadigan narsalarimiz ko'p. Alloh umrlarini uzoq qilsin. Ustoz, sizlarni yaxshi ko'ramiz. Men 1988-yil Toshkent davlat madaniyat institutini tugatib, mana shu sobiq Ilish tumani 9-son bolalar musiqa maktabiga, o'sha payt musiqa maktabi bo'lgan, musiqa maktabiga yo'llanma asosida ishga kelganman. 1988-yil 15-avgustda o'qituvchi sifatida ishga boshlaganmiz. Shuning bilan 1-oktyabrdan 88-yil 1-oktyabrdan shu yerda direktorlik lavozimida ish boshlaganman. Endi u sobiq tuzum payti musiqaga e'tibor juda past bo'lgan. Bu musiqa maktabimiz 1981-yil qurilgan bo'lsa-da, o'tgan 7 yil davomida, 7-8 yil davomida juda xarob ahvolga kelib qolgan edi. Shundan 1988-yil mana shu yerda rahbar bo'lib ish boshlagan bo'lsam, 4 tagina o'qituvchimiz bo'lgan. Bu o'sha paytdagi madaniyat bo'limining bo'lagi bo'lib, qisman bir bo'lagi bo'lib faoliyat yuritgan o'quvchilar ham kam bo'lgan. Lekin asosiy muammolardan bittasi bizlarda shu mutaxassis yetishmovchilik bo'lgan. O'sha davrdagi mutaxassislarning hammasi boshqa joydan jo'natilgan yoki shunday vaqtinchalikka kelgan mutaxassislar bo'lgan. Shundan 1989-yil biz shu turmush o'rtog'im bilan to'yimiz bo'lib, yozda to'yimiz bo'lib, shu avgust oyida Maqsuda ham uzrtorchi mana shu yerga olib kelib 1989-yil shu yerda ikkalamiz ishlab boshlaganmiz. Endi asosiy maqsadimiz o'sha davrdan boshlab bizning asosiy maqsadimiz mahalliy shu iqtidorli mahalliy bolalarni o'qitib, mana shu yerda maqsadimiz, eng asosiy maqsad shu yerda mutaxassislarni ko'paytirish bo'lgan. Musiqa maktablari o'sha davrdan boshqa tumanlardagi, shaharlardagi musiqa maktablari ancha rivojlangan bo'ldi. Lekin bizning mana shu tumanimiz, viloyatimiz markazi Guliston shahriga ham uzoq. Bu yoqda Yangiyer shahriga ham 70 kilometr, Jizzax shahriga 40 kilometr. Mana shunaqa bir noqulay joyda joylashganligi sababli bu yerga boshqa joydan mutaxassis chaqirishim juda muammo bo'lgan. Shuning uchun asosiy maqsadimiz mana shu yerda yoshlarni tarbiyalash, mana shulardan shu mahalliy kadrlarni yetkazib chiqarish bo'lgan. O'sha davrdan boshlab asosiy e'tiborimiz shu iqtidorli bolalarga,
o'shalarning tarbiyasiga qaratganmiz. Endi mana shu o'tgan davr mobaynida juda ko'p shogirdlarni tayyorladik. Ular butun O'zbekiston bo'yicha musiqa sohasidan tashqari endi musiqa shogirdlarimizning hammasi ham shu musiqa yo'nalishida ketmagan, boshqa sohalarda hozir ham juda katta joylarda ishlayapti. Oddiy bitta misolim mana Sirdaryo viloyat madaniyat boshqarmasining boshlig'i Bekzod Ismatov mana shu yerda men o'zim qo'limda musiqadan ta'lim olgan. Rubobdan mana shu ko'chib ketgancha 4 yil mana shu musiqa maktabimizda ta'lim bergan. Mana hozirda endi Sirdaryo viloyat madaniyat boshqarmasini boshqaryapti shogirdimiz. Bundan faxrlanamiz. Bundan tashqari ham juda ko'p katta lavozimlarda ishlayotgan shogirdlarimiz bor. Bulardan tashqari mana o'zimizda san'at sohasida bitirgan shogirdlarimiz juda ko'p. O'sha 92-yildan boshlab biz shu san'at kolleji o'sha paytdagi Guliston musiqa bilim yurtiga talabalarni olib borib o'qitishni boshlaganmiz. O'shandan 92-yildan birinchi biz bitiruvchilarimiz ikkita qizimiz bo'lgan. O'sha qizlarimizni olib borib o'sha yerda o'qitib, keyin ular qaytib kelib o'zimiz bilan ishlab, mana shundan o'sha zanjir mutaxassislar tayyorlash zanjiri bir-biriga bog'lanib ketgan. Mana bu kungacha bu davom etyapti. Talabalar hozir konservatoriyada o'qiyotganlar bor, Guliston san'at kollejida o'qiyotganlar bor, Guliston universitetida musiqadan ta'lim olayotgan bizim talabalarimiz bor, shogirdlarimiz. Mana endi bugungi kundagi hozirgi musiqa maktabimizning salohiyati juda kuchli. Chunki bunda asosiy yoshlar, boyaga aytilgandek, aksariyati bizning shogirdlarimiz ishlayapti. Keyin mana shu yerda mahalliy mutaxassislar, ular endi o'sha biz boshlagan davr bilan o'rtadagi tafovut juda katta desak bo'ladi. Madaniyat bo'limi ham xuddi shunday. Madaniyat bo'limida ham hozir o'zimizning aksariyat o'zimizning shogirdlarimiz ishlab kelmoqda. Umuman olganda shu shogirdlarimizdan mana xursandmiz. Haqiqatan butun boyagi aytganimizdek butun respublika bo'yicha hozir ishlayapti bu qizlarimiz. Qizlarimiz bor, aksariyat juda ko'pchilik qizlarimiz musiqa maktabidan tugatgan, shu Guliston san'at kollejiga o'qishga kiritib, undan keyin konservatoriyani madaniyatni tugatib, endi aksariyati boshqa joyga turmushga chiqib ketgan. Lekin o'zimizda ishlayotganlar ham hozir aksariyati o'zimiz shogirdlarimiz hisoblanadi. Endi bu shogirdlarga e'tibor biz o'zimizning farzandlarimizga e'tiborli bo'lgan. O'zi 3 ta farzandimiz bor. Bir o'g'limiz, 2 qizimiz bor. Ularning o'g'limiz asosan endi chet tillariga qiziqib, jahon tillarini tugatib, hozir Koreya Respublikasida o'sha magistraturani tugatib, o'sha yerda faoliyat olib boryapti. Ikkinchi qizimiz ham shu til bo'yicha o'qib, ular Koreyada o'qib kelgan, Jizzax pedagogika institutini tugatib, hozir Toshkentda ishlayapti. Hamda ikkinchi mutaxassis bo'yicha shu jahon tillarida tahsil olyapti. Eng kichik qizimiz Nargiza, bu endi bizlarning yo'limizdan ketib, musiqa fortepiano yo'nalishi bo'yicha o'zimiz tugatdi. Guliston san'at bilim yurtini tugatib, hozirda konservatoriyadan 3-bosqich talabasi. Qolgan shogirdlarimizni biz hammasini hozirgi tarbiyalayotganlarimiz ham bor. Bularni o'zimizning farzandimizdek qilib tarbiyalaganmiz. Mana shu o'zimizning farzandlarimiz qanday yutuqlarga erishgan bo'lsa, bular ham kerak bo'lsa farzandlarimizdan oshiqroq yutuqqa erishsin deb mana shunday mehr berib tarbiyalaymiz. O'sha ertaga bizdan keyin qoladigan, mana shu yerda qoladigan shu yoshlar bizlarni yaxshi kunlarda eslab yursin degan maqsadda mana shu yerda butun mehrimizni berib tarbiyalaymiz. Buning sirasi shu hayotimizning mazmuni shu bo'lib qolgan. Bundan boshqa bizni
bu hayotda qoldiradigan ishimiz yo'q, shu shogirdlarimiz. Shuning uchun ertangi kunda hamma havasda yursin, bizlarning qilgan mehnatimizga, o'sha shogirdlarimizning ota-onalari, shu butun xalqimiz mana shu bizning qilgan ishlarimizni hamma payt yaxshiliklar bilan eslab yursin deymiz. Shuning uchun Allohga beadad shukr, mana shu yerga bitta направление bilan kelib qolib, yo'llanma bilan kelib qolib, mana shu yer bizni vatanimiz bo'lib qoldi. Avvalambor Allohga beadad shukr, mana shu kunlarga yetkazganiga. Qayerda yashashdan maqsad qayerda yashashdan emas, qanday yashashga bog'liq deb o'ylayman. Shuning uchun mana turmush o'rtog'im Chirchiq shahridan olib kelganmiz. Lekin hozirgi paytga kelib Chirchiq shahrida, Toshkent shahrida uylarimiz bo'lsa ham, bizning vatanimiz mana shu yer, shu shogirdlarimiz bag'ridan ketishni xohlamaymiz. U yoqqa borsak, eng kami 2 kun yo 3 kunda mana shu xalqni, shogirdlarimizni sog'inamizda, mana shu yer kelamiz, qaytib kelamiz. Mana shu yer bizga vatan bo'ldi. Shuning uchun barcha shogirdlarimizga sog'lik, salomatlik tilayman. Xudo omadini bersin. Mana shular hayotda katta yutuqlarga erishib yursin. Bizning quvonchimiz faqatgina farzandlarimiz emas, mana shu shogirdlarimiz. O'sha baxtimiz ham shunda deb bilaman. Barchasiga sog'lik, salomatlik tilayman. Ustozlarimiz Fayzulla aka va Maqsud opa juda ko'p yillardan buyon tumanimiz madaniyat va san'at sohasiga o'z hissalarini qo'shib kelmoqda. Xususan mening ham san'atga qiziqishimda Maqsud opaning o'rni juda katta. Bolalik chog'larimizda musiqa maktabida o'qib yurganimizda o'qituvchi mutaxassislar yetishmasligi sababli Maqsud opa har qanaqa cholg'u asbobida, bu fortepiano bo'ladimi, dutor bo'ladimi, ruboq bo'ladimi, doira bo'ladimi, biz shogirdlarga o'rgatib kelgan. Hozirda ustozimiz o'qitgan shogirdlar kollej va universitetlarda, institutlarda tahsil olishmoqda. Ustozimiz Maqsud opa juda sabrli, mehnatkash inson. Biz shogirdlarga shu tomonlama hamisha o'rnak bo'lib kelgan. Ustozlarimizga sog'lik tilaymiz. Hamisha biz shogirdlarga musiqa sirlarini o'rgatishda charchashmasin. Gulni bog'bon eksin, bug'doyni dehqon. Kuylashni bulbulga aylang havola. Bulbul bo'lolmaydi to't hech qachon. 1000 yil sayrasa ham, cheksa ham nola. Atoqli shoir Mirza Qaynarovning yuqorida keltirilgan satrlarida chuqur ma'no bor. Ya'ni har bir kasbni o'z ustasi, mutaxassisi qilsagina shu soha rivojlanadi. Xalq uchun manfaatli bo'ladi. Ustozlarimiz Maqsuda va Fayzulla Qo'shboqovlar chin ma'noda o'z kasbining ustasi va san'at fidoyilaridir.